Assalomu alaykum va alaykum assalom. Mana 2026-yil bahor kunlari biz o'rtog'im bilan ana shu Yangiyo'l tumanidagi Shobon klinikasi, shaxsiy klinikasiga murojaat qildik. Murojaatimizdan maqsad asalari bilan davolanish qandayligini o'z ko'zimiz bilan ko'rib, o'zimiz tanamizda sezish uchun shu yerga murojaat qildik. Mana yuqorida aytilgan gaplardan ko'p chiqqan holda mana shunday qishloq joyda shunaqa sharoit qilib asalarini o'ndirib, o'stirib, ular bilan muomala qilib, ulardan olinayotgan propolislar, ulardan olinayotgan muolajalar, ulardan olinayotgan asalari sutlar bilan davolash ishlari olib borilayotganini ko'zimiz bilan ko'rishga mana kelib o'zimiz quvonib turibmiz. Lekin shunday narsalarni sezdimki, men kelgan paytimda qon bosimim 150-140 edi. Shu asalarining chaqishi, asalarining davosi oddiy qon bosimiga ta'sirini men shu yerda bildim. Men o'sha ozgina qon bosimim ko'tarilganda dori-dormon olardim, lekin tabiiy usul bilan davolanishini men shu yerda ko'rib turibman. Shundayki, bolalarga, o'rtoqlarimga kasal bo'lmasdan kelib profilaktika ishlarini olib borishda men so'rab qolardim. Hozirgi kunlarda mana 2-3 malhamni olyapman. O'zimni juda yengil his qildim. Men nomzodi shu prezidentdan ruhlanib, mana shu yerda bir qishloq joyda shunday bir sharoit qilib, kreditlar olib, subsidiyali kreditlar ajratib olganidan o'zlari xursand bo'lib gapirib beryaptilar. Yurtboshimizga ko'z tegmasin. Mana shu yurtimizda bir quyoshli yurtda mana shu yerda ham davolanish ishlarini olib borishida prezidentimiz bosh-qosh. Kimdir Hindistonda, kimdir Kavkazda, kimdir qayerlarda katta pullar xarajat qilib, havo yo'llari borib, xarajatlari bilan qiynalib kelishlarini inobatga olib, mana shunday ruhlanib ketib, mana shunday klinikalar ochib qo'yibdilar. Ishlariga rivoj, mana shu klinikalar shunday juda ko'p bo'lsin, xalqimiz uchun, elimiz uchun xizmat qilsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammamiz mana shunday joylarda davolanish nasib qilsin. Uzoq yo'llarda yurgandan ko'ra mana shu atrofimizda davolanish hammaga maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Davlatimizda mana shunday sog'lig'imizni tiklash bizga juda fayz baraka keltiryapti. Avvalambor hammalaringizga rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat.